40 kunda konteynerdan bitgan angar. Bu angar zilzilaga, shamolga bardoshli ekan. Balandligi 20 metr, bo'yiga 31 metr, eniga 30 metrdan tashkil topgan ekan. Shunaqa katta angar bo'lishiga qaramasdan, o'rtalarida hech qanaqa stoykalarimiz shunaqa katta angarlarni qurib berisha olar ekan. Manzilimizda Toshkentda joylashgan Jomiy bozoriga yaqin obyektlardan bittasi. Bu angarni metall konstruksiyasiga stoykalarimizni konteynerga olib, uni qayta ishlab, o'shandan qurishar ekan. Bu yangi xomashyoga nisbatan bir necha barobar arzonga ham tez bitar ekan. Mana shu sohaning ustasi Bekzod akamizdan hozir qo'shimcha ma'lumotlar olamiz. Bekzod aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu angarni qurishda necha kun ketdi? Shular haqida, nimalar ketdi, jarayonlar haqida ma'lumot bersangiz. Yaxshimisiz aka, sizning so'zdan. Bu angarimizni aka shu holatiga kelguncha 1 oy 15 kun vaqt ketdi aka. To tunukkasiga qotirib berishimiz bo'ldi. Angarimizni razmerlarini aytib o'tsak aka, uzuniga 30 metr, eniga 31 metr joyga olib berdik. Balandliklari 20 metr, ichida bemalol kiran kirib ishlashiga ertaga furalar kiradigan joy qilib berdinglar. Shunday qildik. Hop, buni noldan qurilishda o'zingiz mana rigellarini, kelgan rigellar haqida, podushkalar qancha kirgan, shular haqida aytsangiz. Regellarimiz razmerlarni aytib o'tsak 30 ga 50 sm regellar bo'lgan. Stokalarimiz yer tagiga 120 kirgan aka. Firmalarimiz orasiga kelsak 120 dan firmalar qo'yib berganmiz aka. 26 ta firma tushgan. Reykalarimiz 65 sm dan reykalar tortiladi. Keyin bunda qarang aka, bu katta angarda hech qanaqa ustunsiz qurib bergansiz. Bu ertaga xavf-xatar, zilzila, kuchli shamollarga qanaqa bardoshli? Bularda aka hammasini kompyuterga solib, bitta firma qancha yuk ko'tarishlarini hammasini ko'rib chiqamiz aka. Xudo xohlasa, eni 31 metr bo'lgan joy bitta firmamiz kamida 4 tonnadan yuk ko'taradi aka. Xizmat haqqi qanaqa bo'ladi aka bu yerda? Xizmat haqqimiz aka 180 mingdan boshlab 330 mingga qilib beramiz kvadratini. Uyda egasidan olib beradigan narsalar faqatgina tunukkasini olib beradi, qotirib berishcha xizmati ichida. Hamma usta haqqi, materiali, elektrodlari, albatta. Hammasi ichida. Hammasi ichida, kraskasiga sochib beramiz aka, xudo xohlasa. Qoyil. Bizning nomimizdan chiqqanligi mana tunukkasini olib bersanglar, tom yopish xizmatlari ham ichida ekan. Boshqa hech qanaqa rasxod qilmaysizlar, boshinglarni ortib yurmaysizlar. Shuna kelasiz, pulsaningiz tamom. Aka, yana nimalar qurib bera olasiz? Bu zdaniyadan tashqari aka katta hajmdagi qanaqa binolar bo'lishidan qat'iy nazar, yana 35 metr joygadir biz ustun qurib beramiz. To'yxona bo'lami, uylarda tomi, molxona, qanday zdaniya bo'lishidan qat'iy nazar o'zimiz boramiz aka, arxitektorlar bilan firmalarni chizib, netib uyda egasiga ko'rsatamiz. Firmalarimiz yoqsa, o'sha holatda qilib beramiz. Hammasini kafolat bilan qilib beramiz. Hammasi kafolat bilan, dokumentalning hujjatlari hamma narsasi bor. Ertaga ishlariga ham o'zlari borlar, mana qonuniy hamma narsa joy-joyida qilib beriladi. Mayli aka, bo'lmasam siz vaqtingizni olmaymiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarga pastda ekranlarda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, ketdigan.